Shunda necha pul topadi kuniga? 3,5 million bo'lyaptimi? 3,5 million so'm aka kuniga. Kuniga $300. Kuniga $300. Sofi. Oyiga $10,000, 3 oyda puli chiqib ketyapti deyarli. Konkurenti yo'qmi? Tiqilyapti bozorlar. Men 25 ming mana senga berdim. Kvartira qo'yib qo'ysam oyiga $400, $500 berishar ekan. Ha, bu kuniga $300. Qancha qish kerak? 10 mingta, 20 mingta, 30 mingta, 50 mingta, 100 mingta bor muammo yo'q. Shuni Toshkent bo'yicha, O'zbekiston uchun yig'aman, shuni qilib beraman, shuni sifat qilib beraman. Bo'ldi. Mana hozir g'ishni tepadan tashlaymiz, har boshimga tashlaverma faqat. Voy! Burda bo'lib ketdi-yu bu. Buni o'taman. Otasana, bu ham sinadi lekin bolalar oldindan aytib qo'y, chunki bunaqa zo'r bo'lib ketishi ham mumkin emas. Bormi? Tashladim. Musordan soqqa qilayotgan ekansiz, ya'ni pokedan. Mana shu g'ishni ishlab chiqarish xarajati necha pul? Xarajat. Qarang, bitta donasi. Osh. 40% marjinalisi bor-da aka. Necha pul qoladi bitta g'ishdan qo'pol qilayotganda tushuntir. 17-18 ming 8 ming 10 ming qoladi aka. Bitta g'ishdan. Bitta g'ishdan qoladi. Nechta g'ish sotasan kuniga? Qarang, sof daromad yo'q, bunchalar ishchi-pishlar ham bor-da. Taxminan uni keyin hisoblayman. Menga nechta sotasan? Qarang, taxminan o'rtacha 25 ming, 30 ming dollar bilan boshlangan biznesda kuniga taxminan 400-500 ta g'ish ishlab chiqarsa bo'ladi. Shunda necha pul topadi kuniga? Voy, kalkulyatsiyasini 3,5 million bo'lyaptimi? 3,5 million so'm aka kuniga. $300 dan $300 taxminan ekan. Kuniga $300. Kuniga $300. Sofi. Oyiga $10,000, 3 oyda puli chiqib ketyapti deyarli. Xo'p. Aka qarang, mana bunaqa narsa bor-da. Biz hozir katta gaplar gapirmoqchi emasmiz. Katta narsa gapir, realni aytmoq. Mana realniy biznes matematikasini ko'rsatmoqchimiz. Videoni oxirigacha просто ko'rsa, buni matematikasi qancha foyda qiladi, nima ketadi, qanaqa ketadi o'rgatmoqchimiz. Bundan boya aytgandan keyin haqiqatan ko'pchilik ishlasa, bu juda zo'r g'ich, hammaga tortadi. Biz o'zimiz sotib yetkazib bera olmaymiz. Chiroyli qilib, ana o'zimiz keyin sotib berishni ham ko'rsatmoqchimiz aka buni. Men bilaman, sexing katta emas. Men buni ishlab chiqarishga sani sharoitim yo'q. Hozir qo'shin sexi arendaga olibsan. Necha sotiq? 20 sotiq. 20 sotiq. Yetkaza olmayapsan o'zing. Senga hozir pul vlajit qilish kerak, o'zingga ham, joyiga ham. Xullas vaqting bo'lmayapti, chunki seni mana bunaqa mahsulotlaringni ham boshlab chiqaragan. Bularga hozir o'ralashib o'tirmaymiz. Biz faqat hozir bitta biznesni ko'rsatib beramiz. Mana shu biznes chunki o'tgan safar ham talab juda ko'p bo'lgan va bu haqiqatan talabgir narsa bo'lib turganligi uchun odamlar, "Voy, davay biz ham qilaverdik" deyapti. Buni haqiqatan bugun matematikasi polni ochib beramiz aka. Juda qiziq odamlarga. Xo'p, konkurenti yo'qmi? Tiqilyapti bozorlar. Aka, konkurent bor, ishlab chiqarayotganlar rosa ko'p. Biz o'zimiz kimgadir olib tavsiya qilib berayotganda sifatini o'xshatib bera olmayapti aka. Biz buni hammasini ko'rsatib beramiz hozir. Sifat qanaqa chiqadi? Mana shunaqa sifat kelguncha aka, bu oson emas, bunaqa sifat keldi. Qaranglar, hozir mana shu videoni ko'rayotganlar ichida Amerikada ishlaydiganlar, Rossiyada ishlaydiganlar bor. Million pul jo'natishadi, uydagilar puli yo'q qilib yuboradi. Bu tabiiy hol. Mana hozir kommentariyaga yozinglar, to'g'ri-ku. Uydagilar meni yeb qo'yishyapti-da, chunki bolalar katta bo'lyapti, yemasa ham bo'lmaydi. Ba'zi birlar pulni yig'ib jo'natyapti-da, dom olib qo'yiladi deyapti. Dom olib qo'yapti, do'man vaqtida qurilmaydi, aldab yuboradi, kiydirib yuboradi. Undan ko'ra ukalarga, farzandinglarga, kimgadir bo'lsa ham mana shu оборудование olib, sen o'rgataman do'stlar. O'zini joyiga o'zlari qilishadi. Aka, o'tgan safar kommentariyani ko'rmadingizmi? Kommentariyada borki, u o'rgat bizga, mana shu biznes deganlar rosa ko'p bo'ldi. O'sha yerda o'zidan ham odam yetarli edi, lekin davay ko'pchiligi manfaatli bo'lsin deb, hozir boshqatdan chiroyli qilib ochib bermoqchimiz matematika. Qara, men hozir $25,000 senga tikdim. Tikmadim. Men nima olaman 25,000? Qarang, 25,000. Davay shuni bitta ochinglar, hammasini hozir taxminan mana 25,000, 25,000, 30,000 bor odam turib tursin shu orqasida. Hozir ko'rsatib beramiz. Mana bu narsani olasan, mana bunaqa qilamiz, mana buncha foyda bo'ladi. Siz foydalarigacha hozir aytdingiz, uni oxirigacha ham cho'tki ko'rsatib beramiz hozir. Bo'ldi, ketdik. Men 25,000 mana senga berdim. Menga hozir menga 25,000 bermaysiz aka. O'zimda turadimi? Ha, hamma narsani o'zingiz qilasiz. Biz hozir ko'rsatib beramiz aka. Bo'ldi. Bo'ldi. Men yonimda 25,000 bo'ldi. Qo'limda 25,000 bor. Ketdik. Qara, menga qancha joy kerak? Menga shuni ayt. Necha sotiq joy kerak? Eng kamida 250-300 kvadrat metr joy, yopiq pomeshcheniya kerak. Undan tashqari yana ozgincha tashqariga g'isht taxlashga yoki narsalarni tushirishga yana ozgincha joy kerak. Bu degani 2-3 sotiq joymi? 5 sotiq deydi, taxminan 5 sotiq joy yetadi. Zo'r bo'ladi. Qishloq chegara joy ham bo'ladimi? 1-2 sotiq bo'ladi aka, farqi yo'q. Svet qanaqa bo'lishi kerak? Svet bo'lsa bo'ldi. Ha, svet zo'r bo'lishi kerak. 380 lik faza bo'lsa bo'ldi. Gaz shart emasmi? Gaz shart emas. Yo'q. Xo'p. Svet bo'lsa bo'ldi. Yana qolgan narsani ko'rsatamiz. Atrofi o'ralgan bo'lishi kerak. Atrofi o'ralgan 200-300 kvadrat joy, ya'ni 2-3 sotiq joy yopilgan pomeshcheniya bo'lishi kerak. Qolgan joy ochiq bo'lsa ham bo'ladi. Katta mashina kirib chiqadigan joy bo'lishi kerak. Katta mashinamizdan kirib chiqish kerak, chunki ochish kerak-ku. Tor deganingiz ham, masalan, gazel kamida kirib chiqsa, aka, bu endi bizda unaqa kichkina ko'chalar qolmadi-yu, 400 dan boshqa. Bo'ldi, davay. Bitta savolimizga javob topdik. Xo'p.
Xo'p. 25 ming dollar ichida naveslari bormi yo'qmi? Yo'q. Qarang. Hozir stanok ko'rsatamiz. Stanok bor, qolip bor, yana qolgan narsalar hammasi Ya'ni ko'rsatamiz. qurilishi yo'q, a? Yo'q, qurilishi yo'q, tayyor joy bo'lishi kerak. Aka, uylar, oddiy uylar masalan. Eski uylar bor-ku. Eski uylar O'shani o'zi qilsa bo'ladi. Bo'ladi aka, конечно. Mani-chi? O'zi bor-ku, biznes qilmoqchi bo'lgan odamni joyi, o'ljalaydigan joyi bo'ladi. Joy bo'lmasa, arendaga oladi. Mana matematikasini ko'rib oladi-yu. Men yaqin yangi uyga ko'chdim-ku. O'zimning eski uyim 6 sotuv. 6 sotuvda mana shunaqa davesi bor, katta uyim bor-da. Nima qilaman deb turdim. Kvartira qo'yib qo'ysam oyiga 400 dollar, 500 dollar berishar ekan. Ha, bu kuniga 300 dollar. Bu kuniga 300 dollar. Qo'yadimikan a? Hozir ko'ramiz. Yo'q, ana chamayot chang sinadi. Qo'shnini to'polon qilib tashlamaydimi? Aka, mana hozir ko'rsatamiz, ko'rishadi. Shoshilmayman, shoshilmayman. Shoshilmayman. Ketdik-a? Hop. Ko'rdinglar? Toshkent City Qo'shtirlar. emas. Ana sharoit dahshat bo'lishi shart emas ekan. Ishlamay tur, to'xtab tur. Bo'ldi. Xo'p, aka qarang. Bular hozir уже ishlayapti bu yerda. Proses qarang. Mana bu mishalka. Buni o'zimiz Rossiyadan bizning partiyalarimiz. Aha. Hozir mishalkani ham videosini balki qo'yib qo'yamiz shu yerga. Mishalkani biz o'zimiz Rossiyadan xohlasanglar olib keltirib beramiz. Bizning anaqamiz bor, ular partiyalarimiz. Altay Stroymash kalkulyatsiyasini beraman. Taxminan 10 ming, 12 ming atrofida. Mavlo, shu yertamisa 10-12 ming atrofida mana shu mishalkani o'zi zakaz qilib olib keltirib beramiz. Primi o'zini qilib qo'yamiz. Ana o'qimaymiz. Aralashmaysiz. Yo'q, xohlasa shu yerda Andijonda, bilasiz, Namanganda, Andijonda bizni borishyapti. Shuni, mashina o'zini 5 ming, 6 minglarga, Mavlo shunaqamidi? 5 ming, 6 mingga yasashyapti qo'l bola qilsin. Lekin eng zo'ri mana shu 2018-yildan beri tiq etmay ishlayapti. Shu zo'ri rossiyskiy. Hech kim rossiyskiy olsin. Xohlasa olsin, mana xohlasa olsin. Qara, yana bir savol tug'ilganda. Bular orasida pul ishlaysanmi yo'qmi? Yo'q. Aka, mana ro'para qilib qo'yamiz. Ro'para qilib qo'yamiz. Ha, agar misol uchun umumiy buni zavodga ro'para qilamiz. Agar misol uchun ko'pchilik bo'lsa, ular bilan yana bo'g'sak bo'ladi. Yo'q, davay, biz ko'pmiz. Arzonroq qilib berdim. Yana bo'g'sak bo'ladi bu narsa. Ularni zavodda. Zo'r, savolimga javob topdim. Keyingi qarab. Keyin mana qarang. Mana bu qolip aka, bu qolipdan har bitta qolipdan 20 ta gul chiqadi. Eng kamida shu qolipdan 20 ta bo'lishi kerak yana. Shundan to'rtta chiqadi. Mana shu qolipdan 20 ta. 20 ta bittasidan chiqadi. Shunaqa qolipdan 20 ta bo'lishi kerak. Bu qolipning narxi Rossiyada 1,5 ming dollar. Lekin shuni O'zbekistonda yasatsa bo'ladi. Buni hamma chizmalari bor bizda, qiladigan odamlar ham bor. 500, 600, 700 mi? 300-400 dollarga bitadi. Aka 300-400 dollarga bitadi buni kalkulyatsiyasi. Yana vodiy qiladimi buni? Buni yo'q, o'zimizda qilsa bo'ladi Toshkentda. Toshkentda ham qiladi. Lekin buni anaqa nima desa bo'ladi? Chertejlar hammasi bor. Mana bu listlari bor. Biz hammasini o'rgatamiz. Shu yerda qildirtirib berish ham ko'rsatib beramiz. Ya'ni O'zbekistonda qildiramiz. Uni yo'qdan olib keltirmaymiz. Qizig'i yo'qdan olib keltiramiz. Zanglab qolmaydimi? Buni metalga bog'liq, keyin har doim temir bo'lgani uchun moylanadi. Moylab turish kerak, zanglamaydi. Har anaqa quyayotganda, quyishdan oldin, zamyoz quyishdan oldin moylanadi bu narsalar aka. Xo'p, общий 20 tasi necha pul so'mda? 20 tasi mana taxminan 400 dollardan hisoblaylik. 8 ming dollar ekan. 12 ming, 8 ming va уже 20 ming ketib qoldi. Ha, bo'ldi. Aka, bo'ldimi? Bo'ldi. Mana shu qolib, mana shu simiz bor, ikkita drabilkamiz bor. Bitta drabilka bor. Bu yerda asosan pokey keladi. Ya'ni pokey bor-ku, mana qo'shin boyaga chiqqan narsa Abbos-ku viloyatida shu pokeyni menga o'zingizlar yozasizlar. O nima qiling bu pokeyni Abbos olib chiqib ket, tekinga kerak emas, olib chiqib ketsang bo'ldi deb yozishadi. Misol uchun viloyatlarda. Bu o'zi pokey chiqaradi. Ya'ni endi hozir kirganlarga internetga bu o'zi pokey dekorlar ishlab chiqaradi. Shunaqa, penoplast. Shu narsalarni sotib yurganida, brak bo'lgan mahsulotlar, pokeylarni qatga yo'qotishni bilmay turgan paytida mana shu narsani o'ylab topdi-da. Keyin shu bilan ham yurib ketib qoldi. Buni okey, mana qarang, mana shu sifatga olib kelgunimizcha, masalan, bu narsani olib, qo'yib, alicha qo'shilgan dabavkalarni qachon qo'shish, aralashtirish olib kelgunimizcha eng kamida 2-3 yil vaqtimiz ketdi va hozir aytayotgan 25 mingdan ko'p pulimizni stanokka emas, просто sifat chiqarishga yetkazib o'rganmiz aka biza. Ha. Ma'mulachi, qanaqa qish bu? Buni sifati o'rtacha sifat. Buni chunki hozir chiqqanda bo'la, buni olib chiqib taxlab quritadi-ku, quritganda o'zini ko'rsatadi, ya'ni yiltilash shundan keyin chiqadi. Hozir svejib turgan narsa bu narsa. Qara, sifatni zo'r bo'lishi uchun sementga bog'liqmi? Yo'q, sementga ham, qo'shimchaga ham bog'liq emas, uni tayyorlanishiga bog'liq aka. Tayyorlanishi qanaqa u tayyorlanish? Aka, shoshyapsiz, uni hammasini ko'rsatamiz biz, hammasini ko'rsatamiz. Men shoshyapman, chunki obunachilarning vaqti yo'q. Xo'p, oson. Keling, bunday qilaylik. Mana bu yerda boyaga aytgan pokeyimiz. Mana pokey topildi. Mana pokey, mana shuni ko'rsataylik. Mana shu pokeymi? Kelinglar. Mana pokey. Mana pokey. Mana shuni o'zi necha kilo? 3 kilo keladi. Yo'q, bu 1 kilo 200, 1,5 kilo. Ko'rasan, mana shu narsa. Mana shu pokey, sement, ikki xil dabavka bor. Shuni qo'shamiz bo'ldi. Uni yetmaysan-a?
Nimaga aytmaymiz? Hammasini ko'rsatamiz aka hozir. Bu yengilgina ekan. Mana shu o'zingizda chiqadigan mahsulot. Bu o'zimizda chiqmaydi. Bu o'zimizda chiqqani braka aka. Braki musur. Ha, atxot deylik. Atxot deylik. Mana shu atxotni ham o'zing ta'minlaysan? Yo'q, atxotni qayerdan olish kerakligini, kimdan olish kerakligini ko'rsatamiz aka. O'zi mashina qo'yib olib kelib, biz polniy protsessni to'g'rilab ko'rsatib beramiz aka. Bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi. Aka mana qarang. Mana drabilka. O'tasizmi, o'tmaysiz xolos o'tmay. O'g'ringlar videoga chang qo'yapti. Mana drabilka aka. Oddiy drabilka. Bu ham Andijon nesida bo'ladi. Yo'q, o'zimiz Libojida bor. Mana poke, boya chiqqan pokeni olib, drabilka qiladi, boyga holat keladi. Maydalab tashlaydi. Maydalab tashlaydi. Ichida anaqasi bormi? Maydalaydigan? Ha, anaqasi bor. Mikser ekanda. Mikser, oddiy mikser. Ha, o'sha drabilka. Ko'pchilik biladi. Mana bu. Vahima qilasan, katta bir nimalardir oborudiyalarsam, arzimaydi narsalarni ish bitib ketar ekan. Narxini so'ramadingda nech pul turadi bu? Otibekka qarang, mana shu mikser yaxshisi $500. Mana qarang, oddiy. Hech qanaqa stressini olmaydi. Bo'lmadi. Zo'ra? Zo'rmi? Ha, ketdi. Mana bu yoqqa avtomatik tarzda tashur ekan. O'zi bu yoqqa o'tkazadi, keyin boradi, yoqqa to'g'raydi. Hozir o'sha tayyorlashyapti. Uni solib, yana yasashni ko'rsatamiz. Gap yo'q, baqlajon, pomidor ham tashlaversa maydalab beradi. Qachchi bo'ladi, ketdi. Qachchi qilamizmi? Mana aka qarang, sement solyapti. Sementni markasi, sement og'irligi ham muhim. Tanlayotganda любой sement to'g'ri kelavermaydi. Biz o'zimiz aytamiz, qaysi sement to'g'ri keladi, qaysi sement kelmaydi. Mana qara, sement solyapti aka. Birinchi suv soldi, ikki xil kimikatni solib oldingmi, oxir ikki xil kimikatini soldi ichiga. Yaxshilab hozir aralashtiryapti. Hozir poke solamiz. Poke nechiga necha solinadi satnashina? Poke satnashinasi kilosiga bog'liq. Taxminan 1 ga 6. 1 kilo pokega yo'q, 1 kilo sementga 6 kilo poke. Kub massada, kub massada 1 ga 6. Aka, mana shuni bitta ochib ichini ko'rsata olaymi? Bo'ladi, bitta ochib ko'rsating, bolalar kameraga shuni. Yo'q, hali poke solmadi-ku. Mayli, просто ichini ham ko'raylik, bolalar qizuvda. Mana. Bilaman endi, bezopasnost uchun qilingan, lekin просто bolani obunachilar uchun. Solinda poke solaman javob. Solamiz. Davay, pokeni ham solinglar. To'g'ri qildimi? Ha. Otibek birdaniga solinmayapti. Buni o'zi o'sha normasi bo'yicha hisob-kitobini olib, birinchi buni solib, birinchi ximikat soldi, keyin uni soldi, keyin buni solyapti, buni ham bo'lib to'g'irlab turib solyapti. Shuning uchun xato mashinada ketib qoladi. Men rastorga qarang aka. Beton yeb ko'rdik-ku, bittasi. Yeb ko'ring. Mana yeb ko'rganlarim ketyapti. Juda chiroyli ekan. Ha, ko'ringiz? Bitillab chiqadi. Qaymoqdek bo'lar ekan. Mana shuni keltirib olish qiyin-da aka. Ko'p tushunga keltirib olamiz. Yaxshi aralashtirish kerak ekan. Aralashtirishni ham, qo'shishda ham, kimikatda ham, vaqtida ham aka. Kimikatini aytmayapti-da bu. Yo'q, nima aytmayman. Aka, hamma narsasini aytaman. Qanaqa o'rgatasan? Sani oldinga kelish kerakmi yo internetdan choy ichib, offline, onlaynmi? Ha, aka, buni kelmasdan, his qilmasdan bu betonni har bitta etap ko'rmasdan turib o'rganib bo'lmaydi aka. Shuning uchun kelib, shu yerda misol uchun o'rganmoqchi bo'lgan odam keladi, ko'rsatamiz, hammasini ochib beramiz. Ochiq odam bemalol har bittasini ko'rib, o'zi ushlab, ya'ni o'zi ko'zi bilan ko'radi bo'layotgan narsani. O'zi qilib ko'radi. Chiqqan natijani ham shu yerda o'zi ko'radi bittada aka. Zo'ru. Tasavvur hosil bo'ladi. Ha, aka, zo'ru. Lekin вообще zo'r. O'zi normalniy biznes pul tiksang 2 yilda chiqsa normalniy hisoblanadi. Sanda hozir 3 oy, 4 oyda chiqib ketyapti. Ya'ni klient qayerdan olaman, klient ham berasan-da. Agar sifat bizdagi, biz aytgandek hammasini cho'tka qilinsa, ya'ni biz xohlagandek qilinsa, aka, bu yerda haligi biz chiroyli qilib o'sha katta obyektlar bor-da, domla so'raydi. Bizni yetkazib bera olmaymiz. Alyans qilib, ya'ni bitta kichkina, nima so'ra, tashkilotcha qilib, unga shu mana shu polistiro blokchalarni yig'ib, bitta agar bir xil sifatga olib kelib olsak, bemalol xohlagan odamga sota olamiz aka. Chunki ko'pchilik ishlab chiqarish qilaman deydigan akalar ko'pda. Lekin o'sha tayyor mahsulot ishlab chiqarib bo'lganiga o'tiradi. Endi qayerga sotaman deydi. Bizda
sotib berish, uni sotish o'zi muammo bizda mana shu bizda mijoz bor, lekin blok yetkazib bera olmayapmiz. O'y deyapti. Yetkazib bera olmasang, ne reklama qilasan deb menga yozishyapti kommentariyamga. Mana shu menga zadiyat qilyapti. O'y deyapman, undan ko'ra ancha kimdir o'tiribdi, ishi yo'q, biznes qilaman deyapti va katta biznes emas, ya'ni katta pul tikish shart emas, lekin marjinalasi yaxshi. Keyin undan ko'ra o'zim yonimga shuni olay, o'rgataylik, shuni qilishsa, aniq katta gap emas, men bundan o'tirib olib, men bundan pul topaman, bundan ko'pchilik chiqib gapiryapti-ku, gap emas, mana realniy bor narsa, kelib boricha ko'rsatyapmiz, kelib o'rgansin, qilsin, tirikchilik qilsin, foyda qilsin bo'ldi aka. Zo'r, menga yoqdi. To'g'risi yoqdi. Otabek mana stanok, biz stanok sotmaymiz, lekin bu stanok maktabga tenimasi bor. Buning o'zining spetsial nasosi bor. Nasos orqali ishlankada bemalol uzoq joyga boraman, 40 metrgacha boraman, quysa bo'ladi. Shu afzalligi bor buni, ya'ni haligi 10 ming, 12 ming ishlangani olib borib quysa bo'ladi. Chelelar borib tashilmaydi. Shunaqa, olib borib quysa bo'ladi. Endi o'zimizda chiqayotganlar, menimcha katta ehtimol ular ham nasos qo'yib bersa ham bo'ladi o'zimizda bolalar. Uni qo'li tashiladi. Biz lekin buni o'zimiz shu yerda chiqarib, bolalarga nasos bo'lsa ham qo'li tashib qildiramiz. Ya'ni bu yerdan chiqqan olib anaqa qo'yamiz, olibga qo'yamiz, trambovka qilamiz, to'g'rilab tekislab qo'yamiz. 1 sutkadan keyin 18 gradus xona bo'lsa, g'isht yechib olamiz, borib ko'chaga qo'yib qo'yamiz. Ko'chada yana bir hafta turadi, undan keyin klientga beramiz. Qara, trambovkani qanaqa qiladi? Anaqa bormi? Vibratsiya bormi? Vibratorda qilsa ham bo'ladi, lekin bu vibrator emas, qo'lda qiladi. Nimaga qo'lda qiladi? Qo'lda yana ham sifatli chiqadi. Vibratorda qilsa ham bo'ladi, vibratorda cho'tki buralar qirralarni olib bera olmaydi. Mana Otabek qarang, bu qolipga qo'yganda, misol uchun, bu mana poke bo'lganligi hisobiga bu deformatsiya ola oladi. Hali vibratsiyada, deformatsiyada burchalari cho'tki chiqmaydi, qirralari zo'r chiqmaydi. Shuni bolalar, biz ishlatib ko'rganmiz, har qanaqa usul qilib ko'rganman. Aka, men shu narsani hamma uslubini qilib ko'rganmiz, jamoa bilan birga. Mana bu bitta vibratorni olib, temir o'ziga bitta tekis qo'ysang bo'ldi emasmi? Yo'q, aka, ola olmaydi. Ishoning, ola olmaydi. Vibratsiyani balki zo'r vibratorlar bordir, lekin eng optimal, eng zo'r variantini qilamiz biz. Shunda zo'r natija beryapti. Ha, tushundim, bo'ldi. Mana bu demak test qilgansiz. Qilganmiz. Vibratorda ham, stolda ham qilganmiz, hammasi qilib ko'rdik. Umuman havo qolib ketmaydi degan fikrdaman-da, vibrator bo'lsa. Mana shu moshina chiqadi. Zo'r. Endi bilamanki, tekinga o'rgatmaysan. Pulli bo'ladi. Men misol uchun sen menga o'rgatganing uchun men senga pul beraman-ku, o'sha pulimni xataba bir oyda chiqarib ola olmaymanmi? Aka qarang, biz hamma narsani ko'rsatdik. Bu yerda biz buni o'rgatganimiz, keyin yo'l yo'q ko'rsatganimiz uchun o'zi prosta qanaqadir oddiy narsani o'rgatsa ham, ana misol uchun menga bu narsa ancha qimmat tushganda, biz uni ustiga katta pul qo'ymaymiz. Misol uchun, keling, misol $5000 deylik, $5000, $6000 deylik, biz o'rgatganimizga olsak, shu $5000 pulini g'ish qilib sotib beramiz-da, o'ziga foydasini qaytarib beramiz. Xullas, yutqizug'i bo'lmaydi vobshe. Hozir bizani odamlarimiz birovni pulini o'ylashi ustada, hamma emas. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerda hammasi ochiq oydin bo'lyapti-ku senda. Men qara, sani o'rningda boshqasi bo'lganda ham bunday qilardi. Hozirgi оборудование 25 ming demasdi-da, 30 ming dirdi. Tekinga o'rgatib qo'yamiz dirdi. Mashina qilib sotmaysanmi? Odamlar hozir 5 ming bergisi kelmaydi. Yo'q, aka, bunaqa narsa bor. O'zi haqiqatdan o'rganmoqchi bo'lgan odam, buni qilib ko'rgan odam biladi, buni qila olmaydi aka, qila olmaydi. U setayotgandek ustiga qo'yib uni yo'q. Nima qilamiz? Mana bor narsa, biz berayotgan narsamizni, ya'ni biz berayotgan qiymatni qayta olyapti-ku, hech nima yutkazmayapti-ku. Itim bo'lib klient beraman deyapsan. Ya'ni yog'iga klient berish masalasi aka, u boshqa masala. Ya'ni qaysi masala desiz, biz hozir o'rgatganimizni shu bo'yatgandan keyin biz bergan qiymatni unga qaytarib beramiz. Ya'ni u sotib foydasini qilib oladi. Bizdan yutkazmaydi, eng kamida bizdan foyda qiladi. Bo'ldi, undan keyin uje sifatga qaraymiz. Mana chunki meni sifatimga o'rgangan odamlar. Aka, men o'zim, menga katta ob'yom tushdi. Men u qanaqa bo'lasan, bo'lsan, qilib berg'ishi dedi. Men oxiri uyaldim shu odam oldida. O'tgan yil bo'layotgan narsa, keyin ishoning gapimga, men ko'cha, uyma-uy borib, mana shu Palestro blokchiga Toshkentga har bittasiga bordim. O baraka topkur, mana shu. Aka, men bunaqa deyapti-da. Bittasini gerim anaqasi to'g'ri emas, geometriyasi to'g'ri emas, qing'irqi shu. Bittasini sifati dabdala, bittasini o'xshata olmaydi, bittasini unisi to'g'ri kelmaydi. Lekin narxi jihatdan arzon bo'lsa ham hech kim unga borayotgani yo'q, olayotgani yo'q. Bizaniki narxi qimmat, lekin biz odam turibdi. Nimaga? Chunki sifatini har qatdan ko'rsatib bera olganmiz-da. Keyin geometriyasi ham cho'tki. Shu bilan keyin odam topolmadim. Hech qaysi odam Toshkentdan topolmadim. Meni Palestro blokchida ko'rayotgan bo'lsa, borib har bittasiga bordim, sifat topolmadim buni. Keyin Farg'onadan topdim odam.
qildik shu odam bilan, ishladik. Endi u odam borki, haqiqatdan yaxshi odam edi. Aka rahmatli bo'lib qoldi, o'tib qoldi. Ya'ni insonning sog'lig'i o'tib qoldi shu odam. U odamni yaqinlari ham balki videoni ko'rayotgandir. Shu odam bilan ozgincha muddat ishladik. O'sha obyomni, haligi etilgan obyomni yopib berdik aka. Keyin o'yladik bu narsani, to'xta, undan ko'ra haqiqatdan chiroyli aylans qilsak, bu yaxshi narsani hamma odamlar ola oladi ekan. Hozir biz faqat qayerga sotamiz bilasizmi? Faqat kichkina uchastkaga sotamiz. Endi bemalol agar 5-10 ta yig'ilsak, birlashsak, ko'pchilik bo'lsak, bemalol kottejlarga, любой kim keldi, bormi g'ishim bor, masifat. Masifatga men javob beraman agar men o'zim cho'tga o'rgatsam hammasini, masifat bilan, ya'ni klient mendan so'rab oladi sifatni. Men bemalol odamga qancha g'ish kerak, 10 mingta, 20 mingta, 30 mingta, 50 mingta, 100 mingta bor muammo yo'q. Shuni Toshkent bo'yicha, O'zbekiston shuni yig'aman, shuni qilib beraman, g'ishini sifat qilib beraman. Bo'ldi, nima farqi bor? Menda hozir savol tug'ildi yana. Sal chekkaroq joyda, kattaroq joy, gektar joy olib katta zavod qilsang o'lasanmi? Aka qarang, eshiting. Buni tan narxi, mana shu hozir sotayotgan narximiz 27 ming sotamiz. 27 ming ma'lum. 27 ming sotamiz bu narsani. Bu narsa narxi pastligini sababi bu отходdan qilinyapti, ya'ni iftarishkadan qilinyapti. Ya'ni ko'chada yotgan kimdir mana Tojikiston buni hali chekkalagan Tojikistonlarda ham buni so'rashadi bizdan. Davay o'rgataylik deb. Buni nima qildi Tojikiston bilasizmi? Yo'qotdi aka, olib chiqyapti. O'rtaga pokeni olib turib yo'q qo'yapti. Ha, nima qilishni bilmagan. Nima qilishni bilmagan, yo'qotish kerak-ku buni. O'zbekistonda nima qilsa pul to'lab musorga olib boryapti. Endi qarang, etdan olsak, hamma joyda o'sha tegi boyatgan mana shu musor deb atamaylik, отход deylik, vtorichkani bemalol olib, shu odam biznes qilsin, tirikchilik qilsin. Agarda toza katta zavod qilsak, buni narxi bor-ku, kamida 35 ming, 40 ming bo'ladi. Nimaga? Chunki pervichka qimmat narsa siryodan tayyorlanadi. Siryoni o'zini agar o'zidan qo'ysak, отходdan sotib olish emas, yengisini sotib oladigan bo'lsang, uje qimmat bo'lib ketadi. Qimmat bo'lib ketadi va bizni bozor hozir tayyor emas. Ya'ni odamlar buni gazoblok bilan solishtiryapti-da. Gazoblok ham zo'r. Men hech nima deyotganim yo'q, lekin buni teplopроводности, buni xususiyati ancha yaxshi-da. Gazoblokni men ishlab chiqarishini ko'zim bilan ko'rganman. Gazoblok xuddi shu sementni faqat ichiga havo beradi. Ana pir qilib beradi, ichidagi havo qotib qoladi-da, o'sha g'ovakchalari g'ish ichida qolib ketadi, shuni hisobiga yengil bo'ladi. Bu esa pokeni o'zi turadi. O'zi turadi, o'zi ham qaysidir ma'noda joy egallab turgani hisobiga o'zi ham mana teplo отдача dedimi nima? Teplopроводности mo'shni bo'ladi. Mo'shni bo'ladi. Issiq, sovuq, dovushga ham zo'r. Boshqa g'ishni men yomonlamoqchi emasman. Men boshqa g'ishlar men aniq emasman. Просто polistiroblokki kim bilmasa, просто qiziqib ko'rsin qolgan bloklardan farqini, anigi Finlandiyada, Rossiyada, sovuq joylarda mashina ishlatishyapti aka. Va zo'r natija beryapti. Odamlar buni tushunib yetsa, keyin vaqt o'tadi-ku, o'sha vtorichka qilishim qidirib o'tirmaydi, первичкаdan qilish boshida odamlar o'shanda unga tayyor bo'ladi. Ya'ni bunga 35 mingga to'lashga tayyor bo'ladi odamlar. Hozir tayyorman. Uyingga qilganmisan? Ha, aka. Hozir yashayotgan uyingga qilganmisan? Aka, mana qarang. Aka qarang. Men o'zim eski uyim bor edi. Men og'rig'im bu. Mana bugun kecha -15 bo'ldimi? Og'rig'im bu mana aka. Uyimiz g'ishdan qurilgan, oldi tarafi. Pastga onamga 20 santimetrdan mashindan qildim aka. 30 ham qilmadim. 20 dan qildim. Onam har kun aytadi: "Abbos, sen zo'r narsa sotar ekansan." Malades. Men har qatta mana endi uy issiq qanaqa bo'lishini bildim dedi. Eng qizig'ini aytaman aka, kichkina kotyol qo'yganman. Shu kotyol ham tepli polni isitibdi, ham radiator qo'yganman-da. Eng pastiga qo'yib qo'yganman. Shunda ham u issiq. O'chib qoladi-yu, o'chib qolsa ham uy sovimaydi aka. Buni odamlar tushunib yetgan odamlar ushab turar ekanda. Ha, issiq. Buni tushunib yetgan odamlar bor aka, bo'ldi, boshqa narsadan uy qurmayapti, bo'ldi. Faqat shundan qurdi. Shunchaki ham bizani o'sha bilayotgan odamlar 2018-danmi shunchilarmiz-da aka. Bilayotgan odamlar faqat shundan quryapti, berdi. Katta domlar qiziqyapti. Lekin biz qilib bera olmayapmiz. Qilib berish yo'li, yagona yo'li faqat birlash. Dovush o'tqazadi? Звукопроводности 65 desibel, ya'ni ko'chadagi eng baland shumlarni ushlab qoladi. G'ishdan qanchalik ovozi yaxshi? G'ish, qarang, qancha narsa qalin va mustahkam bo'lsa, ya'ni qurilishi bo'lsa, ya'ni ovoz yo'qotish bo'lsa, ani zvukaga shuncha o'rganish, ya'ni звукоизоляtsiya masalasi boshqa tema-da. Ya'ni u tema uni yo'qotish yo'llari bor-da o'zi. Masalan uchun bitta olib, o'rtada havo qo'yib, vakuum qilib, ya'ni shunaqa qilsa bo'ladi, yo'qotsa bo'ladi. Buni ham shunaqa qilsa bo'ladi. Lekin buni teplopроводностini men точно bilmayman. Keling mashqqa o'rganib, mashqni shuna qo'yib qo'yamiz. G'ish teplo anaqa zvuka anaqasi desibel qancha? Buniki qancha qo'yib qo'yamiz, ana odamlar o'zi ko'rib olsa. Men bilmasdan hozir gapirib yuboring. Bo'ldi. Men obunachilar bermoqchi bo'lgan savolni senga beryapman-da.
85 tali televizor devorga ilmoqchiman. Voy. Qoqsa ag'darilib ketmaydimi? Aka, mana shu yertasini o'qiganman. O'sha videomizni kichkina joyini mashqga hozir qo'yib berishadi akalar. Biz buni 19 yillikmi? Xullas 300 bitta ikkita miq qoqdik. Mana shuni dubl qoqdik. 30 berishadi qoqdikda. 300 kilodan oshiq narsani bundan ilib chiqdi bittalab. Oxirida uzilib tushmadi aka. Likillab ketib qoldi, keyin ag'darildi. 300 kilodan oshiq narsa ko'tardi aka. Xo'p, yana bir savol. Men o'zim uyimga televizor qo'yib, uni ham osilib, isitana qilib, xullas men o'zim universitetda profilida mana shu polistrol blok haqida juda ham ko'p ma'lumotlarni qo'yib boraman. Har doim kirib ko'rsa bo'ladi. Instagramga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sim tortadi-yu. Sim. Ichi o'yadi-yu buni. Keyin sim tortib chiqadi elektriklar. Kelajakda o'sha sim yonib qolsa, bu yonadigan narsa umuman yonmaydi. Yonmasligini ham isbotlab berganmiz. Bir necha bor ko'rsatib, olov yoqib, yonmaydi bu aka. Uni o'rgansa bo'ladi. Bu pokedan bo'lganligi uchun, penoplast bo'lgani, poke yonmaydigan narsa. Faqat eriydi. O'sha qismini o'zi, misol uchun hozir mashdan olov yoqib qo'ysak, mana shu boshdagi 1 sm yoki 3 sm bo'lgan joydagi poke eriydi, u yoqqa o'tmaydi. Naryoqqa o'tkazmaydi. O'tmaydi umuman. Misol uchun qo'pol qilayotganda, iloyim shunaqa bo'lmasin. Xo'sh, siz devoringiz bundan bo'lgan. Qo'shni juda olov yonib ketsa, uyingiz qo'shni yonib ketsa, agar ana pajarning ovozi eshitilmasa, uyingizda issiqlikni sezmaysiz, o'tirasiz devorga. Mana tushungan olayotgan ekanda. Shunaqa. Agar bir qadam oldinda yurmoqchi bo'lsanglar, butun dunyodan deylik yoki butun O'zbekistondan bir qadam oldinda bo'lmoqchi bo'lsanglar, mashinaga o'tirasizlar. Xo'p, yana savol. Men pishig'ishdan qursam, menga uy arzonroqga tushadimi yo bumi? Mani o'zi mana shunaqa g'isht ishlab chiqargan og'aynim bor. Nuqul men bilan talashadi. Biz u bilan necha marta sporlashganmiz. Katta g'isht u ham. Bu haqiqatdan arzon tushadi aka. Kalkulyatsiyasi, ishoning gapimga. O'zi mana keling, oddiyroq qilamiz. Buni narxi 27 ming so'm. Buni 5 ming va 7 mingga tayyor berishadi. 32 ming so'm bo'ldi. Bu taxminan 18 ta o'sha paltar g'ishti o'rnini bosadi. 22 ta standart g'ishti o'rnini bosadi. Keling 20 ta deb olaylik o'rtacha. Bitta g'ishti narxi hozir nech pul? Bilmayman, 2,5 mi? Men bilmayman a. Bilasizlarmi? Men g'ishti narxi esimda yo'q. Men chunki 2 yil oldin uy qurganimda 1400 edi g'ishti. Aka keling, bundoq hisoblaylik. Navoda adashgan bo'lsa, yana hisob kitob qilib olishadi. Keling 1700 so'm deylik. O'z 1700 g'isht bormi yo'qmi? Menimcha yo'q o. 1700 so'm deylik. 1700 so'm va uni har bitta g'ishti 5000 dan teradi. 500 dan teradi. 500 dan teradi. 2300, 2200 deylik. 2200. 2220 ga ko'paytira olaylik-da. Bo'ldi. 44 ming bo'ldi. 44 ming bo'ldi. Mashinaga to'g'ri kelgan joyi 44 mingga to'ldi. Bo'ldi. O'zi yutdikmi bo'ldi? Narx yutdikmi endi? O'zi yutdik. Endi to'xtang. Buni hali ikki tomonlama suvog'i bor. Suvoni o'zini ustalar, men narxini yana yaxshi bilmayman. 20 mingdan 30 mingdan suv oshyapti. Bir yoq tarafini o'zini. Buni suv qilinmaydimi? Suv qilinmaydi. Shuni shpaklovka bilan tekislanib, ustidan fasad nima xohlasangiz qo'yasiz, bo'ldi aka. Suvamiz tayyor aka. G'adir budirmasda, tashqarisi qiyshuvmasda. Ya'ni suvasi bo'ladi, xohlasa suvasi, lekin suv olmasdan turib ham tekislab olsa bo'ladi. Ustidan panelni yopishtirsa-chi? Bo'ladi, primo. Granitlarchi? Buni ustigami? Bemalol, nima xohlasangiz yopishtirib. Kafel, mafel. Tayyor aka. Bemalol. Misol uchun xonani ichkari tarafi hammom qo'yasiz. Buni o'zini to'g'rilab oldingiz, gruntovka qildingiz, o'ziga primo kafel yopishtirib oling. Anochi ekoplitlar chiqib ketdi-yu, hozir devorlarga. Shuni yopishtirsa bo'ladi. Ekopanellar. Ekopanellar. Suv ham shart emas ekanda. O'zi menimcha ularni anaqaga ham qilsa kerak. Nima edi? Ularga karkas to'qiydimi yoki suv olib turib keyin yopishtiradi uni? Yopishtiriladi. Men uyimga qildim-ku. Ha, buni aka qarang, siz uyingiz suvog'ini ham ko'rdim, zo'r chiqqan. Yengilchi suv. Padmayak qilganda. Buni o'zi mana tekis qilib terib oladi. Mana terilgan joylarni kafellik bilan to'g'rilaydi. Umumiy bitta to'g'rilab turib, shunga yopishtirib oladi. Suv o'tirmaydi. Voy, shu zo'r nazarda chiqdi. Shuni o'zi yutib ketdi. Bu keyin faqat bizning g'ishda emas, gazobloklarda ham shunaqa aka. Bloklarda shunaqa o'zi umumiy. Gazoblok bilan pena blokning farqi shu. Ay to'xtang, ularni ajratamiz. Endi qarang. O'zi qarang, ko'pchilik bilmaydi shu narsani. Pena blok bitta. Pena beton boshqa narsa. Gipsoblok boshqa narsa. Gazoblok boshqa narsa. Polistirol blok boshqa narsa. Endi bular yana ichida yana bo'linadi. Gazoblok avtoklavniy, ne avtoklavniy. Voy. Tushuntira oldimmi sizga? Ya'ni buni ichiga kirsangiz yoyilib ketaveriladi. Mana shu g'ishtlarning ichida eng zo'ri faqat o'g'il bola gapi, qaysi biri tanlaysiz? Eng zo'ri gazoblok avtoklavniy haqiqiysi. Eng zo'ri. Prям zo'r. Texnologiyasi 1 milliondan oshiq turadi. U qimmat ekanda. Juda qimmat. Endi qarang. U ko'pik havo qiladigan narsa. Uni keyin parga tiqadi, parda qotiradi. Juda mustahkam, juda tekis zo'r narsa u narsa. Endi qarang, mana bunaqa narsa bor. Men o'zim buni yaxshi deyapman. Lekin buni
anaqasi nima deydi, temasi YouTube'da bang'ilab yotibdi. Chunki Rossiyada buni haqiqatan hozirgacha nima yaxshi desa, yaxshisini ayta olmaydi. U uni deydi, bu buni deydi. 50-50. Har doim janjal shunisi ketadi. Lekin unda 1 million dollardan oshiq оборудование, bunga 25 000 dollar ish bitadi. Ish bityapti aka, полный hammasi. Ito hozir demak, отходdan chiqqani uchun ito bu arzon. Bu arzon sotilyapti. Kelajakda отходlar kamayib, o'zini ta'minlamay qolgandan keyin ishlab chiqaruvchilar katta gigant kompaniyalar chiqqandan keyin уже rostakamli siryoni sotib olib qilgandan keyin уже 35 000 40 000 ga qarab chiqib ketadi. Hozir ham bor. Buni ishlab chiqaradiganlar toza siryo bilan, aka, ularda haqiqatan ob'yom ham katta, ular do'mbalar ham ishlayapti, lekin narxi qimmat. Narx qimmat. Shu narx qimmat bo'lgani uchun sen mazza qilayotgan ekansan-da, sotib ham mazza qil. O'shaning uchun mazza qilayotgan ekansan. Biz arzon sotmaymiz, biz anaqa qimmat sotmaymiz. Ulardan arzon sotamiz. Ha. Chunki tushungan odam kelyapti. Keyin ular bilan sifatimiz har qatdan u chet el, hozir otangizni hamma bilib oladi. Chet el korxonasi har qatdan katta korxona qilyapti. Sifatimiz shular bilan bir xil aka. Bo'lsa yaxshi yomon emas. Tashashadi. Любой payt tashaman. Mana qara, shuncha ishni qachon boshlading? Qachon o'rganding? 2018-2019 boshlaganmiz aka bu ishni. 3 yil o'zimiz ustida ishlaganmiz. Karantin payti faqat o'zimiz ustida ishlaganmiz. Po'yi o'zi pokeni ishlab chiqarib, turibdi-ku, kesib, dekorlar qilib yurgan payting edi. Buni boshlaganing 3-4 yil bo'lib qoldi. Yo'q aka, buni o'sha paytda boshlagan. O'sha paytda boshlaganman-da, menda poke yig'ilish boshlagan. Mana shu отходni menda shunaqa bo'lgan. Joyim kichkina bo'lgan, og'riq bo'lgan, buni qayerda yo'qotishim kerak. Musorga olib tashlab pul to'lab olib borishim kerak bo'lgan. Nima qilish bilmaganmiz. Keyin o'tirganmiz, buni o'ylaganmiz. Ozgina chipluq olsam, stanok olib kelsam, buni g'isht qilib sotsam bo'lar ekan deganman-da. Rossiya bilan gaplashganman. Shuni stanokni olib kelib turib, shu yerda o'risidan o'rganganman. O'risdan aytgandek bo'lmadi. Keyin BT texnologlarni soldik, ishni qildik. 2-3 yilda mana shu sifatga olib keldik. O'zbekcha sifat bo'pti-da bu. O'risdan o'zi ham hayratda bu sifatga. Yo'q. Endi sen o'rgatasan ularga. Bizlar bularga o'zlakiga o'rgatamiz aka. G'ishtlarni sifatini ko'rsat, farqini. Endi realniy ko'z bilan ko'rishdik. Qani g'ishtlar? Mana tarozi. Tarozi bilan ko'ramiz. Hozir taroziga qo'yamiz. Kilosini ham ko'rsatamiz. Necha kilodan ekan? Chunki muhim, vesida ham muhim-ku. Endi terayotgan paytda uni qancha o'tirishi muhim, sifati muhim, uni suv tortishi muhim. Bitta-bitta o'tib ketamiz. Bo'ladi. Bu mana shu gazoblok, a? Sen maqtayotgan gazoblok shumi? Yo'q, bu emas, lekin men maqtayotganim bu emas. Meni tushunir bar hozir. Otabek taxminan odamlar tushunishi uchun kilolari va umumiy farqini aytib ketamiz. Mana bu gazoblok avtoklavnisi. Eng qimmati. Eng qimmati. O'sha boya aytgandek, o'sha оборудование ham qimmat, o'zi ham qimmat, lekin ob'yom qilib bera oladiganligi, lekin sifati bo'yicha ham har qatdan solish oladigan. Mana majlisi yaxshiligi nima desangiz, issiq suv teploprovодnosi zo'r. Suv o'ziga shimmaydi, mana qor turibdi ustida shimmagan ichiga 6% gacha suv shimadi va mustahkamligi narsa qotirsa bo'ladi. Buni ish pul kerak bo'lsa. Buni narxini men bilmayman, yozib qo'yamiz hozir. Bu 35 mingga olish kerak. 35 ming so'm. Bizaniki 27 200 so'm. Endi qarang, bizanikining yaxshi tarafi nima desangiz, boya aytgandek xuddi shu teploprovod hamma narsasi bir xil, faqat buni bundan farqliroq, bunga nisbatan sal ana qattiqroq, bu o'zingiz bosib ko'ring-da. Mana bu yoq taraf. Bunun bilan bu sal mushtiroq, yana germetikasi ham to'g'riroq. Lekin buning ichida poke yo'q. Yo'q, buning ichida poke yo'q. Faqat sement, yana ichi alyumin manchi qo'shilishi kerak, ishiriladi. Xolos, ishiriladi. Drojga qo'shiladi. Bu ishirilmaydi, sement bilan pokeni aralashmasi. Keyin g'isht, просто bilishimiz uchun 18 ta g'ishtimiz necha kilo bo'ladi? Shlaka blok, nomod odamlar solishtiradi buni. Nechta shlaka blok? Nechta shlaka kerak? Taxminan shlak 7 ta shlak blokmidi? 7 ta deylik. 7 ta shlaka blok. Gipsa blok va mana buni odamlar bor-ku, ko'pchilik bilmayapti, polistirol blok deyapti. Shuning uchun buni olib kelganimiz ham o'zi yomon bo'lib ketdi. Buni hozir videoda ko'rsatib beraman. Otabek mana qarang. Ichini ko'rsatdi. Ichini ko'rsatib, suv tortgan o'ziga va sostavida bu polistirol blok emas. Polistirol blok sostavida penoplast. Ya'ni poke bo'ladi. Poke bo'ladi. Pokesi bor, polistirol hisoblanadi. Agar pokesi yo'q bo'lsa, bu polistirol blok hisoblanmaydi. Buni nomi nima? Buni nomini pena bit, bilmayman buni nima deb olib kelishgan, buni pena bitoni olib kelishganmi, gipsa blok, kim nima xohlasa nomlab sotyapti, lekin o'zi haqiqatan bu nima qilingan siz, bu qolipga quyiladi, ichiga qumi bo'ladi, sementi bo'ladi, keyin ishiradigan penasi bo'ladi. Shu bilan ishiriladi, lekin avtoklavda qotirilmaydi. Shuni hisobiga bu mustahkamligi, unaqa mustahkam bo'lmaydi. Ichiga o'ziga suv tortadi. Suv tortishi yomon ekan. Suv tortadi. Suv tortadi va narsa qotirganda ham unaqacha mustahkam emas. Mana buni ishlab chiqaradiganlar yomonlamoqchiman. Prosta solishtirib olishsa farqi bor, u bilan buni farqi bor. Bu ham o'zini puliga anaqa. Bu nech pul narxi? Bu ham 27
22 ming. 22 ming so'm Andijondan keldi bu. Buchi. Buni lekin bitta narsasi yoqmadi menga. Buni polistirol blok sotishyapti aka. Shuni olib ishini ko'rsatib beramiz. Bu polistirol blok emas. Polistirol blok bu poke bo'lar ekan ichida. Qo'pol ketgan, sement aralashar ekan. Mana bu gipsa blok aka. Qara, men shunga tushunmadim. Yaqinroq kelgin, yaqinroq kelgin. Mana bu qaranglar. O'yma, qo'ymaslar, kuchim ko'pligini qaranglar. G'ishga qo'limni tiqib yubordim. Buni sostavida gipsi bor, o'ti bilan gipsa blok. Keyin yana shu o'zini ishlatadigan penasi bor. Shu pena bilan qiladi buni. Bu ham ko'pirtirilib, qotiriladi. Buni narxi ham arzon, 10 ming, 8 ming. 12 ming so'm Toshkentda, viloyatlar balki arzon bo'lishi mumkin. Domni mashinadan qurayotganlar ham bor, bir xil quruvchilar. Bor bo'lsa kerak, aka, lekin buni ham qarang. Buni nima yomon taraflarini aytib ketaman, yaxshi tarafini aytaman. Yaxshi tarafi narx arzonligi, yomon tarafi o'ziga nam tortadi. Ko'rayotganingizdek, biz buni bir necha ko'rsatib bergan shu qo'yib ketamiz. Suv tegsa buni o'sha ilbillab ketadi. O'zi gips bo'lgandan keyin gips suvga chidamli emas-da, suv uchun emas-da. Endi odamlar farqlash uchun aytamiz. Gipsning narxi nechi pul? Kilosi 100 so'mdir, 200 so'mdir. Men bilmayman narxini, lekin sement narxini men aniq bilaman, 800 so'm. Ya'ni bu sement necha barobar qimmat bo'ladi. Ya'ni bu bilan buni solishtirish o'zi to'g'ri emas-da. Lekin shuni ham odamlar olyapti. Men nima uchun olib chiqdim? Buni farqi bor. Buni farqlaylar. Kimga nima yaxshi bo'lsa o'zi bilib olsin. Lekin biz o'zimizdan mahsulotni farqini ko'rsatib beramiz. Birovga anaqamiz husumatimiz yo'q. Biza birovni mahsulot yomonlash niyatimiz ham yo'q. Xo'p, endi kilosiga kelamiz. Keling, mana bu gipsa blokki kilosi. 13,5 kilo. 13,50. Ko'ryaptimi, ko'rmayaptimi? 13,50. Salkam 14 kilo. Bo'ldi? Xo'p. Hajmiga ham urasan-a? Ha, endi g'ishshi taxminan 18 tasi bitta g'ish bo'ladi. Bu chunki paltara hisoblanadi. 18 ga ko'paytiramiz, a? 3 kiloyi 400, 3 kiloyi 400. 61 kilo bo'lib qolyapti. Agar menga suv. Buni 7 ta shlaka blok. Xo'p. Teploprovodni o'zida ko'rasiz 10 kiloyi 700. 7 tasi bo'lsa 70 kilo bo'lib ketyaptimi? Pishgan g'ish bilan pashti bir xil ekan-a? Sal og'irroq. Sal og'irroq ekan. Endi uni o'zimizni bak. Mana buni yarmi bor endi, yarmini o'zim qo'raman. Qo'raver, mayli endi. Bu og'irroq ekan-a? Yarmini o'zi 19700. 20 kilo, yarmi. Yarmi emas, yarmidan ko'proq. Xo'p, 28 kilo buni anaqasi o'zi. 28 dan sal ko'proq. To'xta, buni oxirini oxir qoldiraylik, mana buni. Eng qimmatini qilaylik. Bugungi kunda O'zbekistonda eng buni razmeri ham bor, menimcha 20 dan sal kamroq. Nazlimda. Buni kilosi 17 kilo. 17 kilo. Mana shumi 1 million dollarlik оборудование. Ha, bu shunaqa. Оборудованиесі qimmat juda. Xo'p, va 25 ming dollarlik оборудование bilan chiqadigan polistirol blok. Uncha-munchasini sifat bo'yicha urib qo'yadigan g'ishimiz a 16,800. Bu hozir eng chempioni yengillik bo'yicha ham bu bo'lyapti. Yengillik bo'yicha yengil bo'ladi. Uy yengil bo'ladi, narsa qotirsa bo'ladi. Ya'ni o'sha funksiyani yengil majot. Narsa qotirsa bo'ladi, suv tortmaydi. Chunki ana o'zi turibdi paddon bilan, ko'ryapsiz, ustida qor turibdi, shim olmagan o'ziga. Suv tortmaydi, narsa qotirsa bo'ladi, besiga yengil. Bitta otib ham ko'ringlar, mustahkamligini. Mana shu tepaga chiqib ot. Shunaqa qilib. Bolalar bormi ot beradigan? Ismatlarimiz bolalar bir tajriba qilaylik. Davaychi bolalar. Otamiz. Mana hozir g'ishni tepadan tashlaymiz, har boshimga tashlaverma faqat. Ha, tashlang. Bitta tashlaymiz. Balkim sifatsiz sinmasligi mumkindir. Prosta o'zingizlar his qilib olasizlar qanchalik og'irligini. Bo'ladimi? Dava ukam. Birinchi nimadan boshlayapsiz? Birinchi siz aytganingizdek, eng arzonidan. Da, eng arzonidan boshla. Eng arzon tashlang. Voy! Burda bo'lib ketdi-yu bu. Qaysini tashlab beray? Bo'lmadi bu. Bundan keyingi urovingda turadigan tashlab bergin. Uni shlaka blokmi? Mayli, shlaka blok tasha. Mahsulotni yomonlash uchun emas, prosta tez qolamiz. Shunaqa, ya'ni odamlar ota uchun emas, mana. Ha, bo'ldi, bu ham bo'lim ketdi. Ko'rdinglar. G'ish, pishgan g'ish. G'ish zo'rdan g'ishlarni yomon ko'rmaysiz, prosta tashlab olamiz, mustahkamni ko'rsatish uchun. Ha, bu ham sindi. O'zi yering qattiq ekan. Aka, gipsa blok tashlab, mana pena blok tashlab, yarim tali tashlayapman. Sal uzoqroqga tashlab uni. Endi sog' qoldi deb turdim, bo'lim ketdi bu ham. Aka, men qimmatini tashlayapman. Eng qimmatini tashlayman. Necha pul dedinglar? Esimdan qolmayapti. Pamitini 35 ming so'm. 35 ming. Razmeri kichikroq buni, boygidan emas. Tashlayapman. O'rtaga tashlayver. Men tashlayapman. Mani boshimga tashla. Ha, ketdi-yu bu. Qara, ketganda ham qanaqa joydan ketdi. Burchaga ketdi. Ham joyi ham ketdi va yana ketdi. Xo'p,
Endi o'zingni g'ishing qoldimi? Ha. Bu ham sinadi, chunki men bilan hammasi sindi-yu. Bu ham sinishi kerak. Aka mana g'ish. Bizaniki. Polistrovli. Ha. Shuni mana shuni teng rashni olib yuboringlar. Mana mana shu yoqqa tasha. Xo'p. Davay. Aka, Bu ham sinadi. Aka qarang. Boygilarni oddiy bundoq tashladimi? Ha. Buni o'tami? Otasana, bu ham sinadi lekin bolalar oldindan aytib qo'ying, chunki unaqa zo'r bo'lib ketishi ham mumkin emas. Bormi? Bormi og'riq? Tashladim. O'sha qirras bilan tushyapti aka. Qirras bilan tushdi, mana shu qirras ketibdi. To'xta, nima sinmadi bu? Aka. To'xta. Yoningdigini tasha. U tasha. Tayyorlab qo'ygansan. Tashlashyapman. Mana shuni tasha. Ana. Oka mana qana to'shib ko'rasiz? Ot. Voy. Ne sinmadi bu? Ichida armaturasi bormi? Aralab ko'rsangmi? Ya reklama bo'lib qo'yapti-yu. Yaxshi narsani yaxshi deyishda ayb yo'q, to'g'ri? Gap yo'q lekin. Men o'ylanib qoldim, uy qursam mashinadan qurib yuboramanmi deyapman. Joma o'ylantirib boshqa variantingiz qolmayapti Otabek aka. Plus bola ekansan lekin bor lekin reklamani ham qo'yadi. Shunday Otabek aka bo'ldi? Yo'q. Yo'q, bitta narsada mana shu singanda ham bor-ku, aytilayotgan informatsiyalaringga mos narsa bo'lyapti-da bu. Lekin sinmadi ham-da. Biz buni bir necha bor otib urib Mashhudga jahon chempionlarini olib kelganmiz aka. Boksyorlarni urib, malotok bilan urib sindira olmagan. Biz buni, ya'ni urib sindirganlarga 100 dollar beramiz deganmiz. Bir necha odam kelib urib sindira olmadi aka, urib sindira olmadi. 5 tasha. O'zbek bozoriga yangi zo'r bir mahsulot olib kiribsan, qilayotgan ekansan, baraka top, foydang tegayotgan ekan. Alloh rozi bo'lsin. Men hozir natijani ko'zim bilan ko'rib, o'sha qo'lim ko'tardim lekin. Shuni o'rgataman do'stlarga. Yana buni polniy matematikasini aka pastda havola qoldirganmiz, link qoldirganmiz. Kirib bemalol o'ziga ko'zi bilan ko'rsa bo'ladi. Ya'ni siz sinovati yo'q. Bemalol nech pul оборудование ketadi, qancha mahsulot solinadi, qancha foyda ko'radi, qancha ishlab chiqara oladi. Hamma matematikasi bor aka. Kirib ko'rsa bo'ladi va bu tekin bemalol kirib ko'rsin. Mabodo yana qanaqadir savollar bo'lsa, pastdan raqam ham qoldirib, telefon qilsin, xohlasa kelsin ko'rsin aka. Bo'ldi. Nima qilib bering? Boshqa gap yo'q. Videoni shu yerdan tugatamiz. Eng shirin joyda tugatmasak bo'lmaydi. O'zi ma'lumotlar ko'p edi. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizani oldingi intervyuimizni ham bitta ko'rib olsanglar, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Rahmat.